Bugungi obzorimizda bolajonlarimiz uchun ajoyib bo'lgan Trevadnon kalaskamiz bo'ladi. Bu Trevadnon kalaskamizning komplektiga nimalar kiradi? Avtokarseti, прогулочный bloki, новорожденный bloki va ichidan ajoyib bo'lgan mana bunaqa o'zini sumkasi ham chiqadi. Xo'p, прогулочный blokini bemalol o'ziga qo'yib ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana bunaqa новорожденный blokini olib tashlasanglar, o'rni ko'rin bemalol qotirib qo'yib ishlattirasizlar. Yonlarida knopkalari bor, mexanizmlari yechiladi. Xo'p, qo'yilishlari juda ham oson mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'zingizga qaratib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar tashqariga qaratib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p, mana tushishlari shu holatda yotadigan va o'tiradigan holatda bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, avtokarsetiga keladigan bo'lsa, avtokarsetini ham bemalol o'ziga qotirib ishlatsanglar bo'ladi. Mashinaga ham qo'yishinglar juda oson, yonida instruksiyalari bor. Xo'p, materiallari 2 qavatli bo'ladi. Xo'p, kim kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 3 million 300 ming so'm qilib qo'yganmiz. Murojaat qilasiz.